Endi silosni yamaga bosib, selofan qoplarga qoplash shart emas. Xitoydan akalarimiz tayyor silosni qoplab, presslab beradigan apparat olib kelishibdi. Ko'rishingiz mumkin, silosni o'zi tortib olar ekan, faqat silosni lentasiga tashlab tursangiz bo'ldi. Bu apparatimiz 80 kg, 85 kg gacha presslar ekan. O'zi og'irlik massasi yetgandan so'ng signal berib to'xtar ekan va silos qabul qilishni to'xtatib va ipi bor ekan, do'stlar, o'zini maxsus ipi bilan bog'lab chiqar ekan. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, signal berdi va ipi bilan bog'lashni boshlayapti. Buni qulaylik tomoni faqatgina silosni emas, balkim istalgan turdagi yer yong'oq deysizmi, loviya deysizmi, bida deysizmi, hammasini presslab mana shunaqa bog'lab berar ekan. Juda ham zo'r apparat, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bog'layapti. Mayda silosni qanaqa presslab dumaloq qilib chiqarishini ko'rasiz. Apparatimizning yana bir qulaylik tomoni, apparat tayyorlab bergan silos, do'stlar, 2 yil muddatgacha o'z holatini yaxshi saqlab turadi. Hozir do'stlar presslab bog'lab bo'ldi. Keyingi jarayoniga keladigan bo'lsak, silosni mana shu yerga tushirib, o'zi yonboshdagi kilonka bilan yaxshilab qisib, mahkam o'raydi. Do'stlar, siz buni bemalol hovlingizni bir burchagiga bosib qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki buni hech qanaqa sassiq hidi ham, nojo'ya ta'siri ham bo'lmaydi. Kalamush, chichqon, kresalar buni tisha olmaydi, do'stlar. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi.